4-5 yıl oldu üzerinizde ekiyemiz. Harazına yine polistirolun bazımız. Şimdi yengil nerse. Buna sement koşulgandan keyin sement kilay vazifasını beceredi. Uya hiç qanday nagruskasi yo'q. Yengil narsa, işte bu ustanovga ketgandan so'ng Xudo xolasa mana shu 10 yil garantiyasi bor, lekin band ko'p vaqt davomida Xudo xolasa xizmat etib beradi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi obzorimiz shifrni tiyindagi ustuna bosiladigan narsamizni ko'rsatib o'tsak, hurmatli obunachilar, bu ham taraf Fez dekorni egasi bo'ladi. Dilshodbek aka. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Bu endi to'liqroq obzorni berib o'tsangiz, navdan tayyorlanadi, necha tayyorlanadi? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bu polistirolun bazdayladi. Bize 3-4 yildan buyon shu narsa bilan shug'ullanamiz. Asosiy rossiyskiy texnologiya, Rossiyalarda ishlab yurgan og'alarimiz biladi. U anda rivojlangan. Beri shu 4-5 yil oldu üzerinizde ekiyemiz. Harazına şundan buyon ishlaymiz. Bu narsa shunday kaplı narsa bo'ladi. Lombazımız bu içinde polistirol var. Sementleri ve üzüm davabga qo'shimchalari bo'ladi. Agar üzüm ishlayman degan masalan kichkina uchaklara ya malxonaning ustlarine ko'pnalar üzeri ketib qo'yadi. Üzüm ishlayman degan obunachilara eddiy xaltalar sotiladi. Yo'q, gelip üzeri quyib ber ketinglar desangiz, ob'yomlar kattaroq bo'lsa, üzerimiz aparatlarda gelip hamma xizmatlar içinde quyib ber ketamiz. Yine polistirol bazımız. Şimdi yengil narsa. Buna sement qo'shilgandan keyin sement kilay vazifasini beceredi ve mustahkam bo'lib qattiq qoladi. Masalan, o'zingiz gap quyib beringlar desa, uyni egasi shu uchakni ko'rsatadi, bo'ldi. Boshqa hamma narsasi üzerimizden quyib beramiz. Ham mera borasizlar, dastavkasi. Xorazm bo'ylab polni hamma yerda xizmat ko'rsatamiz. Hozir ro'z oyida skitkasi bormi bu narsalar? Buni bahosini o'zgaradigan bo'lsak, bir xaltasi 90 ming so'mman. Agar quyib beradigan bo'lsak, hamma narsasi ichida 1 kvadratı santimetrdan 12 ming so'm edi. Ya'ni 5 santimetr eng kami quyiladi. Buni klientning talabına qarab ham uchakning holatına qarab, masalan, toza uchakmi yo avvaldan bostirilgan uchakni qaytadan quyamizmi? Masalan, bu yerda hammasi deng bostirilgan uchaklar, lekin yupqaroq bostirilgan, yozday shipning isi qizib o'y o'tib ketadi, qishda o'yning isi yuqori chiqib ketadi. Shuning uchun izolyatsiya etib berib turibmiz. Qaytatdan. Bu yerni masalan 7-8 santimetr qalinlikda quyib ber dedilar. Shu qalinlikda quyib turibmiz. Masalan, toza noldan bostirilgan uchaklar bo'lsa, uni 10 santimetr, 12 santimetr ham qo'yamiz. Ya bo'lmasa, masalan, shunday uchak bo'lsa, o'yin egasi 5 santimetr desa, 5 santimetr ham zo'r effekt beradi. 5 santimetr ham quyib ketaveramiz. Bu degani 1 kvadrati 60 ming so'mdan boshlanadi. Hozir shuni Ramazon oyida 10 ming so'm skit ketib 50 ming so'mdan boshlanib qo'yamiz. Masalan, 5 santos 50 ming so'm, 6 santos 60 ming so'm shunday bo'ladi. Narxlari shunday bo'libdi. Yani ishlash tartibi shunday bo'ladi. Ishlash tartibi shunday aparatlarga kelamiz. 220 tok, keyin suvni beradi o'yin egalari. Boshqa hamma narsa üzerimizde shu aparatni aralashtirib, uchakka to'g'ri shlanka yordamida chiqarib, bir qator quyib berib ketamiz, xudo xolasa. Garantiyasi bu. Xudo xolasa 10 yil garantiya. Bundan ham ko'p, masalan, sement beri bir qatgandan keyin hech narsa bo'lmaydi. 40-50 yilgacha bemalol xizmat etadi o narsa. Issiqdan, sovuqdan saqlaydi. Ham ko'pchilik pökek bo'lgandan keyin sichqon yemayman, qurt ko'mishga yemayman deydi. Bu pökek sement bilan aralashib qoladi. Va shuning natijasida hech qanday sichqon yemaydi. Hozirda tayyorlanib ko'rsatishimiz mumkin. Kelsangiz bilan shundayna tayyor rastorimiz. Olib ko'rsatgan bo'lsak, sement bilan pökek Mətabi yengil bo'ladi. 1 kvadratdan qanchalik og'ir tushadi deb so'raydi onlar uchun. 1 kvadratı 5 santimetr bo'lganda 17-18 kilo og'ir tushadi. Ko'p og'ir ham bo'lib ketmaydi. Bu anda yana ko'rib turganlaringizdek, uchakka to'g'ri tortib ketib qo'ydilar. Shunday yordamida chiqib turibdi. Şimdi görsangiz mumkin. Hozir yuqoridan eğer operatorimiz yaxshi desa, yuqoridan chiqib bir qator ish jarayonlarini ko'rsatamiz. Shifrni tiyindan chiqib ish jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, Urganchda Xorazm bo'yicha hamma joyda dastavka bor. Olib borib, o'rnatib, zaxonnatib, ko'nglingiz istagidek natib beraman deb turibdilar. Xudo xolasa, hamma narsa. Bizning ofisimiz Urganchda, Taxtabozor yonida kilometrning oldida joylashgan. Hozir ofisdan borib, bundan boshqa fasadli narsalarimiz bor. Xullas, qurilishga taalluqli narsalar bo'lsa, xudo xolasa videoni ko'rib, like bosib turinglar. Hozir hammasini bir qator tanishtirib o'tamiz. Kelsa defa chiqib ko'ramiz. Hurmatli obunachilar, ish jarayonidan chiqib oldik. Shuningdek, pastdan defa shuningdek naforda berar ekan, issiqina ajoyib etib kelib turibdi yana. Hurmatli obunachilar, ko'rishlaringiz mumkin. Polistirol bazamiz, shunday sement bilan polistirol aralashgan. Uya hech qanday nagruskasi yo'q, yengil narsa.
Umumiy hech qanday nagruzkasi yo'q. Ham issiqdan, sovuqdan saqlaydi, ham mustahkam bo'lib qatadi. Bu avvaldan bostirgan uchak, lekin izolyatsiyasi kam bo'lgan. Yo'q ekan bu betonning o'zida ekan. Betonning ustida bir qator folga yozib, bir qator quyib turibmiz. Ko'pchilik o'ylab, pilislab yo boshqa qoladi. Shu uchak izolyatsiya bo'lmagandan bo'ladi. Yuqoridan sovuq keladi, pastdan issiq bo'ladi, qishda keyin namlik bo'lib pilislab qoladi. Bu shularni ham eldan oladi, ham yozda bu tunikadan issiq o'tib ketadi, uyingiz qizib ketadi. Shuni ham polni eldan olib beradi, xudo xolasa. Shunday quyib keltir. Bu yerda quyilgan joylarni ko'rishingiz mumkin. Akkurat bo'lib turadi ekan-da bu. Ustidan bemalol keyin narsa qo'yasizlarmi, yurisizlarmi, xudo xolasa qatgandan keyin hech gap bo'lmaydi. Ko'p joylarda birinchi etajdan ikkinchi etajning o'rtasida plita bosib ketadilar. Plitalarni har xil o'ynab qoladi. Shularni o'rayini tekizlash uchun ham bir qator quyib beramiz. Ham shumni o'tirmaydi, ham issiq sovuqdan ham saqlaydi. Podvallar bo'lsa, podvallar ham bemalol aytsalar, xudo xolasa qilib beramiz. Shunda bir necha kvadrat bo'ldi ber? Ber shu bir joyning usti 120 kvadratdan. Har joy kvadrat, Tabii salıngan joylar. Ana esa hurmatli obunachilar, tanlovda adashmanglar, sifatli narsani reklama etamiz biza, sifatsiz narsani reklama qilmaymiz. Kim ma'qul keladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon uringlar, ofisga boringlar, to'liq o'rganinglar. Mening Dilshodbek aka to'liq ma'lumotni berib o'tadi. Bo'ldi, xudo xolasa hozir qolgan ma'lumotlarni ofisda ko'rsatamiz. Bunun katkalları, obrazli işleri var. Şolarni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Esa gittik esa ofisi. Hurmatli obunachilar, Fayz Dekorni ofisine ham yetib keldik. Manzilni tushuntirib o'tsak, bu taraf Taxtabozor tarafdan kelishda metan, ko'mir metan ekan. Ko'mir metan ko'chasiga kirasizlar, metanimizni bu tarafında. Fayz Dekor, hurmatli obunachilar. İchkari tomonni tanishtirib, nom mahsulotlari bor. Hamma tovarlarni ko'rsatib, tanishtirib o'tib ketadilar. Ichkari tomonni esa ko'rsatib o'tsangiz, Dilshodbek aka. Bo'ldi, keling. Keling. Bu yerda kichkina showroom etib qo'yganmiz. Hamma mahsulotlarimizni ozgina chiqarib, obrazlarni yopishtirganmiz. Klientlar bemalol kelib, shu yerda o'zlari tanlab, sifatini ko'rib, mahsulotlarni videoni ko'rib, zakaz berib ketsalar, xudo xolasa buyurtma asosida tayyorlab beramiz. Ichkarida seximiz ham, tayyor mahsulotlarimiz ham turadi. Tayyor mahsulotlarni olib ketishlar ham mumkin, yo o'zlarining razmeri bo'yicha zakaz berib olib ketsalar ham bo'ladi. Bu dekor mahsulotlarimiz ayna chetlarına qo'yiladi. Mana ishiklar baholari 240-250 ming so'mlarda. Hozir Ramazonda hammasini 200 ming so'mdan qo'yib qo'yibmiz. Ulgurib qolasizlar, xudo xolasa. Bu yoqda termopanellarimiz. Shunday kichkina doska qistirganmiz. 25-50 razmeri, 3D varianti, 30-60 razmeri. Bunda neçik bo'ladi termopanellar so'raydiganlar, şimdi 50 dash, arkası penoplast, issiq sovuq uchun asosiy ishlaydi. Ustamovka qilishlarni shunday bo'ladi. Mustahkam, hech qanday sinib, ko'pchilikda savol bo'ladi, sinib yo boshqa ketmaydi. Rengi o'zgarmaydi axmini? Yo'q, rengi ham o'zgarmaydi, chunki naturalning o'zining dashning sifatida bir ustamovka ketgandan so'ng, xudo xolasa, mana shu 10 yil garantiyasi bor, lekin bu ko'p vaqt davomida xudo xolasa xizmat etib beradi. Bunun narxlarına keladigan bo'lsak, 120 ming so'mdan 1 kvadrati, Ramazon oyida 200 ming so'mdan qo'yibmiz. Shuni ichida olib borib, o'rnatib, hammasi ichida bo'ladi. Materialning o'zining bahosi dostavkasini ham Xorazm bo'ylab ichida etib beramiz, lekin usta haqqilari, keyin yopishtirishlar ketadigan kilaylari ular addeniy. Usta haqqisi 70-80 ming so'm 1 kvadrati devorga qarab. Ketadigan kilay ham shu. Masalan, tekiz yaxshi devor olsa, bir xalta kilay 3 kvadratga bemalol yetib qoladi. Undan tashqari endi bozorlar uchun bog'chalar va boshqalari endi dekor mahsulotlarini ham yasab beraveramiz. Bu asosida kichik mahsulot kerak desa, bulardan ochsalar bo'ladi. Shunda hammasini ishlaydi ekansiz. Xudo xolasa kelsalar, skidga etib, optima ishlaydiganlar, quruvchilar, boshqasi. Xudo xolasa. Bo'ldi. Quruvchilar bo'lsa ham, xudo xolasa qo'llangancha chiroyli etib beramiz. Undan tashqari traviting xizmatlari ham bor, ustalarimiz bor. Traviting kerak bo'lsa ham bemalol murojaat qilsalar bo'ladi. Agar o'yinlardan telefon emas, traviting qilamiz desalar. Dilshod aka, bu yerda navlar tayyorlashlar ham bor ekan bu tarafda. Bu yerda masalan obrazlarni chiqarib qo'yamiz. Bu sapmamiz, bunun ustine bir qator eldin rastor sapberek hozir shunday quyma varianti ham chiqdi. Bu tekiz bo'ladi, ham mustahkam bo'ladi. Ko'pchilik ajizda bo'ladi. Masalan, bemalol ustine chiqib yürüp görsənizlər boladı, ezilib ya başqa qalmaydı. Şimdi nərsə. Bunda
Taze keramogranitli tenopanilerin çıkan. Bunun her şey siveti var. Şimdi çıraylı olup hem müstahkem olup çıkadı. Onda soğukluğu için başkası sivetlerim var. Keyin bunda yine az gösteren lombazımızın kurganı şu üçekten bir caydan sındırıp atganımız, yani teyi müstahkem katlı bolup qaladı. Bir an yine içi penoplast bilen sementden teşkil tapkan. Umuman issini ötürmeydi. Yüngül ekan bu. Hem yengil hem iss soğuktan himoya etadi. Yüngül bo'lajak ekan, hurmatli obunachilar. Keyin ko'pchilik yanmaymi deb so'raydi. Hozir ishada yaqindan o'zimizdan bor edi. Olib tekshirib ko'ramiz. Ha, sen buni yoqib ko'rsating-a. Ha, katta balonchikimiz bor edi, hozir topilmay qoldi. Jajigalchi bilan yoqib ko'rsatamiz yani. Umuman yanib, olishib boshqa etmaydi. Duraveradi. Umuman issiq ham o'tilmaydi yana. Hech qanday yanib yo boshqa etgani yo'q. Mesela Faiz Dekor'dan shunday narsalar olsa bemalol murojaat etib bog'lanib olishlaringiz mumkin. Sifatli narsalarni, mahsulotlarni, tovarlarni sotadi ekanlar. O'rnatib olib borib, dastavkasini ham ichida Xorazm bo'ylab yetirib o'rnatib beradi ekanlar. Sog' olun, salomat olun, kanalga obuna bo'lish yoddan chiqmasin. Hamma uylarni shunatib, chiroylatib, remont etish nasib etsin. Pastdagi telefon nomerlari telefon urib, to'liq ma'lumotni olib, bog'lanishlaringiz mumkin. Sog' olun, salomat olun.